Voy, qachon kelasiz, qattasiz? Kimlar bilan qaytasiz? Va rostini ayting menga, qachon uyga qaytasiz? Nima ovqat qildingiz, kelin? Hali ovqat qilmadim. Unda nima bo'q yedingiz? Millionta ish taxlab tashlayapsiz, oyijon. Даже o'zimga qarashga ham ulgurmayapman. Qarang, kim sizga qaramadi-da? Qanaqa qarayman? Millionta ishlarni taxlab tashlaysiz. O'shaning uchun ham o'g'lingiz boshqa ayollar bilan gaplashib yuradi. O'g'lim yurmog'idan yuraversin, siz kuymog'ingizdan kuyavering. Menga shu uylarni ro'zg'ori joy-joyiga qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Qachon kelasiz, qattasiz? Kimlar bilan qaytasiz? Rostini ayting menga, qachon uyga qaytasiz? Ha, qachon kelasiz? Bu xotinga kelinmas, qul kerak. To'g'ri. Nima qilyapsiz, Hoshimjon aka? Ha? Telefonda o'tiribman, tinchlik. Sizga bitta-ikkita savollarim bor. Ha, qanaqa savol? Tinchlik? Hoshimjon aka, nimaga erkaklar chiroyli, figurni, hamma joyi ukol qilib, sun'iylashtirilgan ayollar bilan yuradi? To'ydan keyin faqat shunaqa ayollarga rasxod qiladi. Uylanishga kelganda sodda go'l qizlarga uylanib, mana ota-onamga xizmat qilib o'tir deyshadi. Ha, yana oyim bilan urushding. Yo'q, endi men urushaman. O'zi shuni javobini bilgim kelyapti sizdan. Mana qara ko'mosh. Erkak kishi ayol kishini chiroyiga qarab uylanmaydi. Dastoyniy mujikman degan erkak ayol kishini farosatiga, ibo hayosiga qarab uylanadi. Mana bashara fes chiroyli bo'lsa-yu, ming mana ichi grezga to'la bo'lsa, erini ota-onasini hurmat qilmasa, ming dunyo go'zali bo'lmaydimi? Erkak kishi unaqa ayollarga uylanmaydi, tushunding? Nimaga unda siz mendan bekitib ko'p qizlar bilan gaplashasiz? Men hammasini bilaman. Fay biling, tuhmat qurmang, ko'mosh. Men senga sevib uylanganman. Unaqa yuradigan ayollar adnorazoviy bo'ladi. Uylanishga variant bo'lmaydi. Masalan, men seni sevib uylanganman. Sen meni farzandlarim onasisan. Ota-onam seni kelinim deb qabul qilgan. Takshda unaqa ko'chani ayollariga sen o'zingni tenglashtirmagin. Tushunding? Erkak kishi ham kimga uylanishni biladi. Bo'ldimi? Ko'ngling joyiga tushdimi? Tushdi. Siz yaxshi ko'radigan lag'mon qilaymi? Limon olib tasha xotin. Qilib beraman degan asalim. Xo'p, hozir harakatga tushaman. Voy, onasini emsan. Voy, onangni sani. Alo. Uncha qurasan, xotinim yonimda. Qichiganmisan? Qaytaraman o'zim. Bo'pti, nima qilasan, jonkam? Voy, davleniyaga oshyapti. Kelin o'g'il ko'rib, voy, jon yaxshimisiz? Davleningiz oshyapti. Bir dori borib beraymi? Bosh mashinani uqalab qo'yaymi? O'lyapsizmi, qolyapsizmi demaydi-ya. Voy, kelinlardan dod. Qizlarni uzatib yuborasan. O'g'illaringni uylantirasan. Kelin olib bir ko'kragimga shamol tegadimi desam, voy, xonasiga ko'milib oladi-ya bular-ya. Voy, dod. Kelin olmaymangina o'li. Voy, xotin quli bolalar, mana xotinni pinjiga kirib ketadi bular. Xotin yoqmayversin. Ona kerak emas bularga. Xotin kerak, o'g'il, xotin quli. Oyi, ne baqiryapsiz? Baqiraman. Nima bo'qiyapsan tepada? Voy, oyi, ish qilyapmanmi? Aldama, xotiningni pinjiga kirib yotibsan. O'g'il, xotin quli. Senlarga ona kerak emas. Ona jonivori davleniyasi 2 ga ko'tarilib ketsa ham ishi yo'q bularni. Ana birov meni kirib o'ldirib ketsa ham ishi yo'q. Xotin kerak bularga. Voy, o'g'il tug'maymangina o'ling. Oyi, yuragimni ezib yig'lavermang bo'ldi. Yurayman, doktorga olib boraman. Doktor yo'qol, doktor bilan qo'shmazor bo'l. Bar, yo'qol, bar. Xotining kutib qoldi. Voy, arazni yurmang. Bar, tuqing ko'rsatma. Ko'rsam asabim buzilyapti. Bar, xotin patiningni olib bar, viloyatga ket bar. Bir chetir-petirga ketib bar 10-15 kunga. Tuqingni ko'rmaysanlarmi? Qani anu ko'mosh nima qilyapti? O'lsam bo'lib qo'ya qolmadimi? Ko'mosh! Voy, o'lsam bo'lib qo'ya qolmadimi? Qani voy, nima qilyapsan sen? Borib pastga tush oyimga qara, dog'man.